Ramazonda mushaklaring ozgina yassi ko'rinishi mumkin. Bu shunchaki glikogen bilan suvni kamayganligidan hosil bo'ladigan effekt. Ramazonning asosiy jihati bu ovqatlanish uchun vaqtni qisqaligi. Bunaqa vaziyatda bizga mushaklarimizni saqlab qolish uchun to'g'ri strategiya kerak bo'ladi. Kaloriyalar. Asosiysi defitsit darajasiga tushib ketmaslik kerak. Kamida hozirgi tana vaznini saqlab qolish uchun yetarlicha bo'lgan miqdorda ovqatlan. Oqsil tana vaznini har 1 kilogrammi uchun 2 gramdan kam bo'lmasin. Iftorda tez hazm bo'ladigan whey protein, tuxum yoki baliq go'shti. Asosiy ovqatda mol go'shti yoki tovuq go'shtidan foydalan. Saharlikda esa sekin hazm bo'ladigan tvorog yoki kazein. Yog'lar ham juda muhim. Ular gormonal balansni ta'minlaydi va kortizolda oshib ketishligini oldini oladi. Taxminan har 1 kilogram vazn uchun 1 gramdan kam bo'lmasin. Asosan go'sht va yong'oqli mahsulotlardan olamiz. Uglevodlar bizga trenirovkamiz uchun yoqilg'i bo'ladi. Iftorda tez uglevodlar, xurmo yoki boshqa mevalar. Murakkab uglevodlarda bo'lsa, trenirovkadan keyin va saharlik vaqtida iste'mol qilamiz. Suvni bir ko'tarishda litrlab ichish xato bo'ladi. 400-500 ml dan yarim soat 40 minutga bo'lib ichamiz. Ha, aytgancha, suvga elektrolit yoki izotonik qo'shishda esingdan chiqarma. Bularsiz suvni tanaga singishi qiyinlashadi. Endi trenirovkalar haqida. Ramazonda ortiqcha kardio kerak emas. Asosiy urg'uni kuch mashg'ulotlariga qaratamiz. Og'irlikni kamaytirma, lekin podxodlarning sonini 30% ga qisqartir. Trenirovkani vaqti 35-40 minutdan haftasiga 2 marta bo'lsa yetarli. Eng yaxshi vaqt bu iftordan 1 soat oldin yoki og'iz ochilgan zahot. Jismoniy forma bu shunchaki tizim. Agar yuqoridagi maslahatlarga rioya qilsanglar, mushaklaringni ham saqlab qolishlaring oson bo'ladi.